Passiv yaxshidan aktiv yaxshiga. Abdori Mustafa İslam o'g'li. Qur'on naslining yangidan barpo qilinishi uchun kirish so'z, tur va ogohlantir. Oxirgi payg'ambarga kelgan bu ilohiy amrning ma'nosi mundaq: o'rningdan tur va turg'iz. Aktiv bo'lg'in va boshqalarni aktiv holga keltir. Harakatga o't va boshqalarni harakatlantir. Bu amr dunyoda davosi yo'q bir insonni dunyodagi eng ulug'vor davoning egisi qildi. Bu amrni olg'uchi qo'li bilan boshlangan harakat yer yuzi shohid bo'lgan eng ko'lamlik iymon harakati bo'ldi. Bu harakatning yetakchisi mazkur buyruqni topshirib olgandan keyin hech qachon passiv holda turmadi. Yaxshilar yatsa, yaxshilikmi yatadi. Yaxshilikning yetib, yomonlik ko'ksini kerib yurgan bir dunyoning yaxshi bo'lishini kutish bema'nilik. Bundaq bir dunyo yaxshilarga zindon, yomonlarga saroy bo'ladi. Dunyoning bu holga kelib qilishiga qo'l qo'shtirib qarab turish insonga berilgan xalifalik omonatiga, vazifasiga xiyonat qilganlik bo'ladi. Ey, yomonlikdan va askilardan shikoyat qilg'uchi inson, shikoyat qilma. Tur va ogohlantir. Shuni yaxshi bilginki, sen shikoyat qilayotgan u askilar onalardan aski bo'lib tug'ilmagan. Ularni xuddi dunyodagi barliq narisidalarga o'xshash dastlabda yaxshi edi. Faqat yotgan yaxshilardan edi. Ularga tur va ogohlantir deydigan birasi chiqmadi. Ularni qo'lidan tutib, o'rnidan turg'izdigan va ogohlantirdigan birisi chiqmadi. Aktiv yaxshilar tarafidan tutilmagan u qo'llar aktiv nacharlar tarafidan tutildi. Tur va ogohlantir buyrug'ining tunji xitob qiling'uchisi ilgari al-amin, ya'ni ishonchlik deb atalgan bo'lsa, nima uchun keyingi mezgilda al-majnun, ya'ni sarang deb ataldi? Nima uchun ilgir madilangan kishi keyingi kunlarda ayblandi? Nima uchun ilgir yaxshi ko'rilgan kishi keyin urib so'qildi, hatto hayotiga qasd qilindi? Buning faqat birla javobi bor. Passiv yaxshi bo'lishdan aktiv yaxshi bo'lishga yuzlangan edi. Passiv yaxshilar nazardan saqit qilgan bir haqiqat bor. Yaxshilik passiv holga tushib qolgan har yerda yomonlik o'zligidan aktiv holga keladi. Bu yomonlikning asli tabiati bo'lib, u qorong'ulikqa o'xshaydi. Uning asl zoti yo'q bo'lib, yo'riqlik bo'lmagan holatni ifodalaydi. O'zimdan so'rayman. Yaxshilarning hammasi pasivlashib ketgan bir dunyoda yaxshilik yashamdi? Javobim hargiz yashay olmaydi. Chunki fitrat yaxshilik ustiga qurilgan. Hazirda inson eng yaxshi edi. Eng yaxshi buzilsa, eng nachar bo'ladi. Yetib olgan yaxshi bo'lish kifoya qilmaydi. Chunki passiv yaxshini yaxshi degili bo'lmaydi. Har passiv yaxshi bilib bilmay aktiv askining tashviqotchisiga aylanib qoladi. Eng yomon bo'lgani passiv yaxshilarning aktiv askilardan shikoyat qilish. Biri chiqib ularga passiv yaxshilarga soyanglarda, ya'ni bu holga keldik deyishi mumkin.
Qur'on ikki xil yaxshilikdan so'z qiladi. Hasanat va saliyat. Birinchisi insonlarning o'ziga qiladigan yaxshiliklari. Ikkinchisi uchinchi shaxslarga qarata qiladigan yaxshiliklarni ko'rsatadi. Saliyat buzilganni tuzgichi, isloh qilg'uchi harakat bo'lib, mana bu salih amal. Qur'onda hasanatning mukofoti biriga 10 savob, saliyatning mukofoti jannat. Hasanat pasib yaxshilik, saliyat aktiv yaxshilikni bildirdi. Aktiv yaxshi bo'lishni xohlamaganlar qo'lingizdagi bu kitob sizga formula ko'rsatib berdi. Bu formulalarning birinchisi 3A formulasi, ya'ni oshiq, atash, ya'ni o'zini beg'ishlash, oid bo'lish. Ikkinchisi 3U formulasi, ya'ni umid, uyum, ya'ni uyg'un bo'lish, ufuq. Qo'lingizdagi bu kitobda bu usul faqat asli saqlashga oson bo'lsin deb mushundaq tushuntirildi. Hayotning qatlamlaridan so'zlab chiqqan bu asar agar bir kishini bo'lsa-mu pasibligini tashlatib aktiv qila olsa, maqsadiga yetgan bo'ladi. Ey nisib deguchi. Bu nisib masalasi emas, talab masalasi. Talab qil, nisib bo'lsin. Mustafa Islom o'g'li. 10 Muharram 1934 yil.